Kechagi bo'yda Amirxon nokaut bo'ldi. Undan oldin Gold yutqizdi. Keyin Tyson tayoq yedi. Bitta ikkita mana 1-2-3 million auditoriya yig'ib olgan blogerlarimiz bor ichimizda. Qayerda aktiv bo'lsa, o'sha yerda ko'karadi ular. Yana unda chiqdi. "Olg'a O'zbekiston!" deb model chaqib, "Ha!" deb chovib beradi. Katta erkak, yana bitta ikkitasi bor. Bolasi bo'lib o'zini bo'yidan balandda, lekin qilayotgan bir qiliqlari odam biza mana shundan turib uyalib ketamiz-da, bunday qarab. Astag'firulloh deb necha qovara uruslarga o'xshab tavba qildim. Lekin ana shu Amirxonda nokaut bo'lganini qo'yganda 30 sekundlik videoni normal blogerlar kirib, normal insonlar yozganda, "Ey, olib tashlab bu videoni" deb. Yo'q, unga aktiv kerak akalar. Ularga aktiv kerak. Gap egasini topib oladi degan umiddamiz. Bossizlar gaziga biz o'zbeklar bir-birimizni patishga qilmaymiz. Naborot bir puqit qishimiz kerak. To'ylar muborak. Hali Amirxon ham, Gold ham, Tyson ham o'tadi, zo'r bo'ladi. Zirt-zirt.